Qaysi hayvon bir zarba bilan sizni skeletingizni sindira oladi? Birinchi daraja sichqoncha. Atiga 30 grammli sichqoncha tushadi. Skelet hatto buni sezmasligi ham mumkin. Hech qanday zarar yo'q. Ikkinchi daraja quyon 2 kilogramm. Biroz og'irroq zarba, lekin skelet hali ham butunlay xavfsiz. Uchinchi daraja mushuk 4 kilogramm. Endi zarba biroz sezilarliroq. Yengil og'irlik seziladi, lekin bunga bemalol chiday olish mumkin. To'rtinchi daraja it 15 kilogramm. Endi zarba aniq seziladi. Bosim bor, lekin suyaklari hali ham mustahkam. 5-daraja bo'ri 40 kilogramm. Kuchli zarba qovurg'alarda kichik yoriqlar paydo bo'ladi. 6-daraja leopard 70 kilogramm. Og'ir zarba bu yerda skelet sinadi, lekin to'liq emas. 7-daraja gorilla 160 kilogramm. Butun og'irligi bilan tushadi. 4-5 ta suyak sinadi. Skelet deyarli yemiriladi, lekin hali to'liq emas. Oxirgi daraja karkidon 2 tonna. Karkidon tushi bilan bo'ldi. Bum, hammasi tamom. Xullas, shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun videoga bitta like bosing va profilga obuna bo'lishni unutmang.